hozirgi kunda butun respublikamizda eng ulug' va eng aziz bo'lgan bayramimiz mustaqilligimiz 35 yilligi to'y katta tantana bilan nishonlanmoqda va bugun aynan ilm va ma'rifat o'chog'i bo'lgan Samarqandda barcha ziyolilar, siyosatchilar, ma'naviyat sohasidagi olimlar bir joyga to'plandik. Sababi maqsadimiz bitta. Bu ham bo'lsa, bugungi kunda dunyoda tahdid bo'layotgan paytda, hamma davlatlarning eng aziz bo'lgan mustaqilligiga tahdid bo'layotgan paytda buni ilmiy yechimi qanday? Biz kelajakda yana shu mustaqilligimizni asrab olish uchun sotsiologlar, olimlar birlashib qanday yangi takliflar ishlab chiqishimiz maqsadida barcha olimlar Samarqandda yig'ildik. Bugun konferensiyani avvalambor Amir Temur bobomizdan boshladik. Nima uchun ziyorat qilishni sababi Amir Temur bobomiz bilamizki, mustaqilligimizning asoschilaridan biri, fenomen hisoblanadi. Va aynan bugun ziyolilar ko'tarayotgan masalamiz bitta, u ham bo'lsa, keyingi 40 yillikni nishonlaganimizda bizni bugungi yoshlar, bugun endi maktabga borgan, bog'chaga borgan, universitetga borgan yoshlarimizni qalbida, ongida mustaqillik ruhi, milliy ruhni va yangi O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz tomonidan olib borilayotgan islohotlarni qanday zamonaviy usullarda yetkazishimiz kerak. O'zimiz aytyapmiz, bugun yangi avlod kirib kelyapti, Z avlod, bugungi alfa avlod deyapmiz. Bugun qanday qilib biz ijtimoiy tarmoqlarga kirib borishimiz kerak. Buni ilmiy yechimi dunyo nima ishlarni amalga oshiryapti? Qanday cheklovlarni kerak bo'lsa amalga oshiryapti? Qanday imtiyozlarni amalga oshiryapti? Bugungi tadbirimiz asosiy maqsadi biz bugun katta bir ziyolilar birlashib dastur amalga oshirmoqchimiz. Va bu dasturimiz 1 yil davomida keyingi yil mustaqilligimiz nishonlangan kunga qadar ta'lim-tarbiya jarayonida, ijtimoiy tarmoq jarayonida, umuman keng jamoatchilikda har bir qiladigan ishimizni endi bundan buyog'i hurmatli prezident aytgandek har bir ishda ilmiy asoslangan holatda, o'lchov birligi bo'lgan holatda, eng muhim natijadorlik holatda jamiyatga yetkazishimiz oldimizga maqsad qilib oldik. Maqsadimiz bitta, u ham bo'lsa, ushbu mustaqilligimizni keyingi avlodga yanada mustahkam va yoshlar qalbida milliy ruh, milliy g'urur shu yangi O'zbekistonda yashayotgandan hurmatli prezident islohotlarini shukronalik va keyingi avlodga qanday yetkazish bo'yicha bosh qotiryapmiz. Samarqand eskidan ma'naviyat, ma'rifat, ilm o'chog'i bo'lgan. Mana bugun ham men nazarimda juda katta tadbir bo'lyapti. Aynan shu yo'nalishda Respublika ma'naviyat markazining rahbariyati Toshkentdagi, viloyatlardagi ma'naviyat sohasining egalarini Samarqandga olib kelganlar. Nima uchun hozirgina mana so'zga chiqqan notqlar bunga bir necha karra urg'u berdilar. Nima uchun biz bugun bu yurtdamiz? Yangi tariximizda bu davra rahbarlarimiz shu yerda tahsil olganlar, tarbiya ko'rganlar, o'zlarini davlat ishlaridagi yo'llari shu yerda ochilgan. Samarqand davlat universitetini mana katta majlislar zalida shu ziyolilarning eng katta ulug' vakillari mashvarat o'tkazishyapti. Bu mashvarat juda mazmunli bo'lyapti. Yaxshi tavsiyalar bo'lyapti. Jumladan biz oilaning rolini oshirishni gaplashib oldik. Haqiqatda ham keyingi yillarda mening nazarimda bolalarimiz tarbiyasida oilaning roli ancha kamayib qoldi. Qadimda men buni bir necha karra aytganman. 100 yil, 200 yil, 500 yil oldin hozirgi ijtimoiy institutlar bo'lmagan. Hozir juda ko'plab ijtimoiy institutlar borki, ularning asosiy vazifalaridan biri inson mafkurasiga, bolalar tarbiyasiga ta'sir qilish. Juda ko'p ularni qatorlashtirsa bo'ladi. Qadimda ular bo'lmagan, lekin qadimda oilaning roli katta bo'lgan. Oila asosiy tarbiyachi, farzandni, bolani shakllantiruvchi asosan oila bo'lgan. Oilada qaysi kitob asos bo'lgan? Milliy qadriyat degan kitob, og'zaki. Milliy qadriyat bola tarbiyasida asosiy omil, asosiy bazis bo'lib hisoblangan. Mumkin emas, qilma, qo'yma, uvol, savob degan narsalar bizni tarbiyaladi. Tilimiz chiqqandan boshlab. Bola tarbiyalanadi bog'chada va boshlang'ich sinf davrida. Asosiy tarbiya shu davrda ko'riladi. Aynan shu davrda oilaning roli katta bo'lishi kerak. Shuning uchun biz mana mahallalarga, oila instituti bilan shug'ullanadigan ijtimoiy institutlarga murojaat qilamizki, oila bilan ishlaydigan mexanizmlarni, metodikalarni, uslublarni biz o'zgartirishimiz kerak. Bunga katta e'tibor berishimiz kerak. Ma'naviyat markazi 35 ta juda kichkina kitobchadan iborat kitoblar to'plamini olib kelgan. Uni ixchamligi nimadan iborat? Birinchidan juda kichkina, tez o'qiladi. Qo'lga olgan odam ko'rishga o'zi majbur bo'ladi va ta'lim, tarbiyani hamma sohalar qamrab olingan. Bugungi anjuman davomida
olimlarimiz turli sohalar olimlari to'planishgan, xususan sotsiologiya sohasi, falsafa, tarix, media sohasi olimlari to'planishgan. Albatta bu mana shu anjumanning nufuzini ko'rsatadi. Hatto men juda ham xursand bo'lganim, ayni ko'tarilayotgan muammo bo'yicha 1000 ga yaqin maqolalar kelib tushgan va uni hozirgi to'plamdan ko'rib men o'zim ham xursand bo'ldim, gapni ochig'i. Endi eng asosiy masala shundan iboratki, shu kungacha biz albatta 35 yil ichida ma'naviyat, ma'rifat sohasida juda katta ishlarni amalga oshirdik. Yangi manbalar bilan ishladik, uni metodologiyasini ishlab chiqdik, lekin shu bilan birgalikda bu vazifalar borgan sari murakkablashyapti. Ayniqsa mana shu ma'naviy, ma'rifiy sohaga bevosita ta'sir qilayotgan ijtimoiy tarmoqlar masalasi. Va unda ham qaysi muammo bizni ko'zimizga bevosita tashlanyapti, bu ham bo'lsa, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda yoki umuman media segmentda ko'payib ketayotgan turli xil yolg'onlar va yolg'onlarning ham turlari bor. Biz ma'ruzamizda alohida bu haqda to'xtalmoqchimiz. Masalan, dezinformatsiya, misinformatsiya va malinformatsiya bo'yicha. Va buni yagona yo'li o'quvchilarimizni qaysi bir taqiqlar yo'li bilan emas, balki ularni ilm orqali ana shu xavflardan saqlash taklifini men ilgari surmoqchiman.